Los Angeles'teki Uygurlar Yahudi Müslüman birleşme iftar faaliyetiga qatnashdi. ...2019 15 maykash Amerikadagi Yahudilar bilan musulmonlarning ittifoqligi va hamkorligini tub maqsad qilgan Yangi Zamin tashkiloti mazkur shahardagi bir Yahudi cherkovida Yahudi musulmon birlashma iftar faoliyati o'tkazdi. Faoliyatga 400 dan ortiq mehmon qatnashdi. Yahudi musulmon do'stligi va hamkorligini kuchaytirish va iyani to'plash asosiy maqsad qilingan bu faoliyatga Los Angeles'dagi Uyg'ur vakillaridan Amerika olam qatnashishini boshqarish idorasining oliy darajalik injeneri Erkin Sidiq apandim va doktor Nurnisa Qurbon xonim qatorliq 4 kishi qatnashdi. Faoliyat jarayonida vakillarimiz mazkur faoliyatni uyushtirgan Yahudi dunyoni kuzatish tashkilotining rahbarlari, Arkadiya shahar boshlig'i, bir qancha nupuzli Yahudilar va Los Angeles'dagi musulmon tashkilotlarining rahbarlari bilan ko'rishib, Uyg'urlarning vaziyatini anglatdi. Faoliyatga qatnashgan Yahudi musulmon vakillari buningdan keyin Uyg'urlarning o'z ahvolini anglatishi uchun faoliyat maydoni hozirlab berilganligi haqida ayrim ifodalarini bildirishdi. Yahudi Dünya Tashkiloti dunyodagi irqiy qirg'inchilik va zo'r ko'lamli zulmlarga xotim berish maqsadida qurilgan tashkilot bo'lib, mazkur tashkilotning rahbari Uyg'urlarning masalasi haqida yana ayrim ko'rishmada bo'lganligini ta'kidlab, Amerika hukumati o'tirg'a chiqargan Uyg'urlar haqidagi ishki qonun loyihasiga imzo to'plash masalasida qo'ldan kelishicha yordam qilganligini aytdi.